Insoniyat tarixi uzoq. Uning eng og'ir qora sahifalari ko'pincha hasad va g'azab tufayli bitilgan. Biz bugun hikoya qiladigan ayanchli voqea qahramonlari ikki aka-uka ota-onasidan meros qolgan hovliga ega chiqish uchun o'z opasining joniga qasd qildilar. Yilning mart oyi boshlarida Samarqand shahrida yashovchi Shuhrat Sodiqov Samarqand shahar Yuqori Xo'ja Soat mahallasining 36-uyida istiqomat qiluvchi singlisi Habiba Sodiqovaning bedarak yo'qolgani sababli uni topishda amaliy yordam so'rab Samarqand shahar prokuraturasiga murojaat qiladi. Shundan so'ng Habiba Sodiqovani topish bo'yicha darhol qidiruv ishlari boshlab yuboriladi. 2025-yil mart oyining 18-kunida Sodiqova Habiba akasi Sodiqov Shuhrat shahar prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilib kelib, unda singlisi Sodiqova Habiba bedarak chiqib, hozirgi kunga qadar topilmayotganligi haqida ariza berib, uni topishda amaliy yordam berishni so'rab keladi. Bu bo'yicha Sodiqova Habibani oxirgi yashash manzili yetib borganimizda ko'zdan kechirish jarayonida Sodiqova Habibani shaxsiy buyumlari, uy hujjatlari, yashash xonadonini yashash xonasida saqlanib kelinayotganligi aniqlandi. Shundan so'ng tergov qadar tekshiruv davomida shahar prokuraturasi tomonidan berilgan alohida topshiriqlar javobiga ko'ra Sodiqova Habibani ishlatgan qo'l telefoni oxirgi marotaba 6-fevral kuni xuddi mana shu xonadonda telefon raqami ham, o'sha telefon qurilmasi ham ishlatilmaganligi aniqlandi. Bu o'z-o'zidan tergov organida har xil shubhalar uyg'otishni boshladi. Shu kunning o'zida Samarqand shahar prokuraturasining malakali xodimlari o'nlab tergov taxminlarini ilgari surgan holda surishtiruv-qidiruv ishlarini boshlab yubordilar. Xavfsizlik nuqtai nazaridan mahallada yashovchi odamlarning shaxsiy kuzatuv kameralari ham birma-bir qarab chiqildi. Bedarak yo'qolgan ayolning shaxsiga oid ma'lumotlar atroflicha o'rganib chiqildi. Ma'lum bo'lishicha, Habiba Sodiqova ancha yillar oldin oilasi bilan ajrashgan. Keyingi paytlarda bir nafar farzandi bilan olis Turkiya davlatiga borib ishlab kelib yurgan. Sodiqova Habibani qidirish ishlari davomida uning yaqin qarindoshlari, yaqin tanishlari, u bilan doimo muloqotda bo'lgan insonlar qidirib topilib, ulardan tushuntirishlar olinganida Sodiqova Habibani ukalari bilan jiddiy muammolari borligi uy-joy masalasida, ushbu uy-joy onasidan Sodiqova Habibaga meros qolgani, ushbu uyda 2 nafar ukasi doimiy istiqomat qilib kelganligi, ushbu uy-joy yuzasidan bir necha yillardan buyon aka-ukalar, opa-singillar o'rtasida nizolar mavjudligi aniqlandi. Shundan so'ng tergov guruhi shahar markazi Xo'ja Soat mahallasidagi 36-uyda kimlar yashagani, kimlar ro'yxatlarda turganini chuqurroq so'rab surishtirish maqsadida har bitta shaxs bilan birma-bir suhbatlashib ko'rdi. Uzoq qarindoshlarining aytishicha, Habiba Sodiqova Turkiya davlatida ishlab yurgan paytlari ota-onasiga har oyda pullar jo'natib turgan. Shu bois onasi unga omonatini topshirish oldidan Xo'ja Soat ko'chasidagi 36-uyni meros qilib o'tkazib bergan. Ana shundan so'ng opa-ukalar o'rtasida uy-joy mojarosi boshlanib ketadi. Ammo bedarak yo'qolgan Habiba Sodiqovani fevral oylaridan beri hech kim ko'rmagan. Biron joydagi kuzatuv kameralariga ham tushib qolmagan. Odam bolasi igni emaski, yerga tushib ketsa topilmaydigan. Samarqand shahar prokuraturasi xodimlarining
bedarak yo'qolgan Habiba Sodiqovani qidirib topishga qaratilgan ishlari, jinoyat izlariga chiqishi kundan kunga boshi berk ko'chaga kirib boraverdi. Tergov guruhi nimani ko'zdan qochirmoqda? Kimlarni so'rab surishtirmadi? Shahar prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergovga qadar tekshirish harakatlari davomida aniqlanishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining tegishli qarori bilan Sodiqova Habiba mazkur ota uyiga majburiy tartibda kiritish haqida sudning tegishli qarori qabul qilinib, MIB xodimlari tomonidan fuqaro Sodiqova Habiba ota uyiga majburiy tartibda kiritib qo'yilganligi, dastlabki tergovga qadar tekshirish harakatlari davomida mazkur xonadonning darvoza qismi beton qorishmasi bilan yangi qoplama bilan qoplanganligi aniqlandi. Afsus. Odamning har narsa bo'lgani yaxshi. Samarqand viloyati prokuraturasi, shahar prokuraturasi hamda ichki ishlar xodimlari bu safar nihoyatda taajjubda qoldilar. Ko'milgan joyining atrofi yomg'ir yuvib ketgan notekis relief, ammo aynan shu joyning usti g'alati qilib tekislangan edi. Go'yo birov qabih qilmishini yashirish uchun tabiatning tabiiy nafasini beton bilan bo'g'ib qo'ygandek. Sodiqova Habibani qidirishlar davomida uning 2 nafar ukasi Sodiqov, Bahodir va Barotlardan shubha gumonlar yanada kuchayaverdi, ammo ular tomonidan ushbu holat yuzasidan Sodiqova Habibani ular ham qidirayotganligini, ular ham topa olmayotganligi haqida ko'p marotaba aytib kelindi. Shundan so'ng Abdullayev Alisher ismli yuk tashuvchi mashina egasi shahar prokuraturasiga kelib, fevral oyining oxirlarida Sodiqova Habibaning ukalari Sodiqov, Barot va Bahodirlar kelib, Samarqand tumani Do'stlik hududida joylashgan ovloq joyga o'z amakisini yeri joylashganligini, o'sha yerda qurilish ishlari bajarilayotganligi sababli Qizilqum xomashosini o'sha bir yetkazib berishini so'raganligi haqida aytdi. U ularda o'sha talabiga binoan o'sha joyga yetkazib berganligini, keyinchalik bilishicha u yerda amakisini yeri yo'qligini ularni, o'sha yerda jinoyat sodir bo'lgan bo'lishi mumkin yoki o'sha jinoyat quroli yoki murda o'sha yerga berkitilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni kelib aytdi. Shundan so'ng 2025-yil 3-may kuni Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor vakillari, xodimlari ishtirokida maxsus texnikalar yordamida shu yuk tashuvchi shaxs o'sha Abdullayev Alisher ko'rsatgan joyda qazishlarni boshladik. Yer sathidan 7 metr chuqurlikda Sodiqova Habibaning murdasi avval gilamga, so'ngra oq selofan paketga qattiq o'ralgan holatda, ustidan beton quyilgan holatda topildi. Ko'milgan joyidan olib ko'zdan kechirilganda uni bosh qismida bir necha jarohatlari borligi, shuningdek ikkala qo'l bilak sohalari to'liq parchalanib sinish holatida ekanligi aniqlandi. Mash'um jinoyatni sodir etib, ayolning o'limiga sababchi bo'lganlar afsuski begona emas. Bir qorindan talashib tushgan jigarlari ukalari edi. Qanday ayanchli. Kishi eshitganda yoqa ushlaydigan, ta'bini xira qiladigan fojia bo'ldi bu. Nahot birgina uy-joy uchun shu qadar vahshiylikka, pastkashlikka borish mumkin bo'lsa? Ehtimolki jahl kelganda aql ketar, odam ne qilarini bilmas darajaga kelib qolar, biroq hech bir vaj aka-uka qotillarni oqlashga asos bo'la olmaydi. Aftidan bu reja puxtagina o'ylangan. Aka-uka qotillikni sodir etishgach, huquq tartibot idoralariga xabar berib, qilgan gunohiga iqror bo'lish o'rniga tag'in jasadni yashirish uchun uni xo'rlashsa. Avvaliga gilamga va selofan paketga o'rab uydan olib chiqib ketishadi.
So'ngra yashash joyidan u qadar uzoq bo'lmagan chetroq joyga olib borib ko'mishadi va birov ko'rib qolmasligi, topib olmasligi uchun yana ustidan beton quyib tekislab yuborishadi. Bu xonadonga men o'zim juda ham ko'p kirganman. Kam ta'minlangan oila bo'lgan, mol talash bo'yicha aka-uka kelishmagan holatda ular shu bitta hovlini bo'lolmagani sababli shu narsalar bo'lgan. Shu narsa bo'lgandan beri hozir o'zimiz mahallamiz juda ham tinch. Mani mahallamni tinch deb g'ururlanib aytishim mumkin. Juda notinch oila. Mani o'zim masalan mana shu 1 yil bo'lgan bo'lsa, shu mani o'zim kelib ko'rishlarim mumkin. 1 yilda 100 marta kerak bo'lsa men uyga kelganman. Ijtimoiy ishlari bo'yicha ham umuman juda ham ko'p mana shu mani mahallam tadbirkorlar mahallasi vijdonan hurmat qilib, vijdonan biz shularni oziq ovqatiga qarashib kelganmiz. Kamchiligini hammasini yutug'ini aytganmiz. Bu bo'lganning orqasidan gapirmaydi. Mana shu qizimizga ham o'zim adashmasam ko'p martalar iltimos qilganman. Kelishaylik, joyiga qo'yaylik, aka bo'lsin, uka bo'lsin, kelishtirib beraman degan ma'no bilan mana oxiri yomonlik fojia bilan tugadi. Hattoki xonadonni olayotgan tadbirkorlar ham chiqib qoldi. 3 ta kvartira beramiz alohida deyishgan edi. Bizlar shuni ham aytdik. Mayli, bergina ukalaring ham, ukalari ham barim haqqi bor-ku bu yerda. Nechta farzand bo'lsa ham barim shunga bo'ltalanadiki, o'tishib o'tirmanglar. Bitta xonadon uchun kimdan ham qolib ketmaydi, hech kim olib ketmaydi-ki o'zi bilan deb nima qilgan bizlar ham. Men onam menga qo'yib ketgan, meni vatanim deb turib oldi. Lekin afsuski mana fojia yuz bergandan keyin bitta farzandi qoldi. Hozir Turkiya davlatida u. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi deganlaridek, ayblanuvchilar fosh etildi. Aka-ukalar qilgan razolatini yashirib, o'zlarini aybsiz ko'rsatmoqchi bo'lib, har qancha urinmasin, jinoyatning hidi baribir ularning ortidan ergashdi. Ularning har bir so'zi, har bir qadamida sun'iylik, yolg'onning sassiz dag'dag' urushi sezilib turardi. Go'yo qo'rquv ularning bo'yniga arqon solib, asta-sekin siqib borayotgandek. Sadiq Bahodir va Sadiq Barotlarning aybi ishda to'plangan hujjatlar va dalillar, xususan ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish bayonnomasi, ko'zdan kechirish davomida olingan ashyoviy dalillar, guvohlarning ko'rsatuvlari va tergov davomida to'plangan boshqa dalillar hamda hujjatlar bilan o'z isbotini topgan. Tergov natijasiga ko'ra, Sadiq Bahodir va Sadiq Barotlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi tegishli bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan sudga yuborilgan. Qotillik qurboni marhuma Habiba Sodiqova o'z jigarlari, ukalarining qo'lida jon berdi. Ayblanuvchilarga sud hukmi o'qilar, jazoga mahkum etilar, biroq taqdir ularning farzandlariga, oilasiga qanday hukm o'qiydi? Bunisi hozircha yolg'iz Allohga ayon. Barot Sodiqovning 3 nafar, ukasi Bahodir Sodiqovning esa 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor edi. Ular ulg'ayguncha jamiyatda, xalq orasida o'z otalarining qabih qilmishi ortidan ta'nalar eshitib katta bo'lmasligiga kim kafolat beradi? Oila, ro'zg'or tashvishlari esa yolg'iz onalar boshiga zambil bo'lmaydimi endi? Farzandlar ta'lim tarbiyasi bilan qachon shug'ullanishadi? Hammasidan ham ayanchlisi marhuma Habiba Sodiqovaning yolg'iz o'g'licha. Axir uning onasidan boshqa hech kimi yo'q edi. Musofir yurtda sovuq yetimlik nafasidan tortmayapti deb kim ham ayta olardi? Bir razillik ortidan necha insonlar taqdiriga beshafqat hukm o'qilmoqda. O'zingdan chiqqan baloga qayga borasan davoga?
Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qism I, P bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanayotgan Sadikov Bahodir va Sadikov Barotlarga oid jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqilib, sud hukmi e'lon qilindi. Sud tomonidan sudlanuvchilar Sadikov Bahodir va Sadikov Barotlarga nisbatan sud hukmi e'lon qilinib, unga ko'ra Sadikov Bahodir va Sadikov Barotlarning har biri O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qism I va P bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, har ikkalasiga 15 yil muddatda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman degan xalqimizda purma'no naql bor. Bu aka-ukalarning iqror bo'lishi esa pushaymondan emas, balki ortiq yolg'on kor qilmay fosh bo'lganliklaridandir. Qilmishning jazosi bor. Qora niyatning oqibati bor. Opa haqqi, singil haqqi, odam haqqi bo'g'izdan o'tmaydi. Qamoqxona panjaralari, turma devorlari ham ularni 15 yil davomida o'z ichida saqlashga dosh bera olarmikin? Haqiqat ularni quvib topdi. Yopiqliq qozon bir umr yopiqligicha qolmaydi. Qilgan topadi, ekkan esa o'radi. Bu hayot haqiqati. Ogoh bo'ling odamlar, ogoh bo'ling.